bir axborotchi bo'lish bilan bir bayramdek his qilyapman. Bu o'zining kasblashi, terilishi bo'lgan birsining natijasini ko'rmakdandir bir iftixorlanarli bir his tuyg'u bo'lmasi kerak deb o'ylayman. Hammalarga tanishlik bo'lgandek, mushu maydonning o'zida ilgari mushu o'zimizni so'ygan axborot kasbiga o'zimizni atab, garchi Xitoy hukumatining, Xitoy Kommunist partiyasining mushu boshqurishda bo'lsa-mu, Xinjiang televiziyasidan iborat Uyg'urlarga xos tilda Uyg'ur xalqiga xizmat qilgan Xinjiang televiziyasi, ya'ni kasbiylashgan bir axborot organining muxbirlari, ovoz artistlari, xodimlari bo'lib ishlagan odamlardanlar 5-6 bilan mush maydonda turibdi. Mayli qanday kasb bo'lsin, bir hokimiyatning qo'liga o'tsin yoki o'tmasin, agar biz shu kasbni so'ysak, shuni haqiqatan xalq uchun xizmat qilish uchun shu niyatda o'rgangan bo'lsak, hamon bir kuni uni xalq uchun ishlaydigan bir fursat chiqadiganiga yana bir qiyin ishondim. Sonunda ilmiy muhokama yig'ini deb o'tirib shu birlikka kelib o'tiribdik. Demakchi bu shu radio, televiziya, media sohamizdagi, ya'ni Uyg'ur tillik media sohamizdagi, garchi bu kasb intayin yosh bir kasb bo'lsa-mu, bu dunyoning media kasbiga nisbatan Uyg'urdek bir necha ming yillik tarixga ega, o'zining tilini ishlatib kelayotgan bir millatga nisbatan tunji qitim Uyg'ur mediasining bir ilmiy muhokama yig'inining ichilayotganligi 21-asrda bizni bir tarafdan xo'sh qilsa, yana bir tarafdan ko'nglimizni yerim qiladi. Chunki oz bo'lmagan axborotchilarimiz bor, oz bo'lmagan tadqiqotchilarimiz bor, oz bo'lmagan Uyg'ur tilida so'zlaydigan, mana ustozimiz aytgandek 35 million bir xalqning endi mayli muajirat bo'lsin, mayli vatan ichida bo'lsin, o'zining tilida so'zlaydigan, o'zining televiziyasining qurilganini bugun tabriklab o'tiribmiz. Demakchi bu kasbda biz kechikdik, strategiyani kechikdik. Aman davomli tabriklash bilan ham, ilhom berish bilan ham buni bo'ldirmayman. Biz raqobat kuchimiz, biz hamkorlik kuchimiz. Bu deganim endi bir yangilikning boshlanishi, uning oldidagi ilgari qurilgan, ilgari qilingan xizmatlarni inkor qilishning ustida boshlanmasligi kerak. Hozir mush medianing o'tirdi chiqishi ilgirkilarning kamchiligini to'liqlayman degan bir niyatda o'tirib chiqyapti. Har qanday bir yangi tashkilotning qurilayotganiga o'xshash, ilgirki tashkilotlar qilmagan ishni men qilib boqayman deb qurilganiga o'xshash, biz yangi chiqiblar burunqilarni inkor qilish bilan xizmat boshlasak ilgirlayolmaymiz. Bu yerga har qanday bir kasb hamkorlikda o'zaro raqobat kuchiydi. Shuning uchun men bugungi bu bizga raqobat yaratgan deb maydonga chiqayotgan o'sha axborotchi, yangi axborotchi xizmatchilarini tabriklayman va biz bilan raqobatlashishni qarshi olaman. O'zandilarimiz Erkin Osiyo radiosidagi shu Uyg'ur tillik medialar uchun o'rnak bo'lib kelayotgan ustoz muxbirlar, ustoz tahrirlarimiz nomidan hammalarni tabriklayman, hammalarni qarshi olaman. Bugungi mush maydonga yig'ilganlar Nida televiziyasi emas, Uyg'ur mediasini qo'llayotganlar. Biz bundan men o'zimning bir vazifamning egilligini yana qayta his qildim. Yana birinday men shunchalik keng ko'rsatib bilan mush o'zim raqobatchilarni o'zim tarbiyalash kerak. Bu raqobatchilarning muxbirlarning qizilligi insoning shukur bo'ldi. Menimcha hikoyadan bilgandek axborotning jini chinliqda. Ustozlarimiz kutgandek axborotimizning taraqqiyoti tarafsizlikda. Shu ikki muhim nuqtani tutib, ikkisini relis qilib turib, poyezdek oldiga ilgirlab, yana Xitoyning shu necha qanchalik pul sarflayotganini hozir bilasiz. Eng kuchli shu tashviqot organiga o'zimizning tushunchali haqiqatchiligi bilan qarshi tura olamiz deb o'ylayman. Hammaga muborak bo'lsin. Sizlar Gulchehra
xonimga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz.